Məşhur şəxslər haqqında hekayələr. Baldur uyg'ongan odam. Abduxoliq Uyg'ur. Abduriy Muhammad Shatniyaz. Üççoң afat. Abduxoliq Uyg'ur ayrıqlı 3 yildan oshgan yeza sahrolarni ko'rmoqchi bo'lib yo'lga chiqdi. U 2 hafta ichida Turpan, Pichan, To'qsunning yezlaridan Bag'ri, Bo'yluq, Yemshi, Paqibulaq, İlanliq, Çatqal, Astana, Qarag'o'ja, Yanqi, Lükchun, Lamjin, Singillarni aralab, dehqonlar, hunarvan, kasblar, har xil tabiqadagi odamlar bilan uchrashdi. Jamiyat ahvolini cho'nqur kuzatdi. Xalq ichidagi qo'shoqchi, dostonchilar, sazandlar bilan mungdashdi. Ularning beyt qo'shoqlarini, dostonlarini, naqshi musiqalarini angladi. Ba'zi qo'shoq dostonlarni xotirlab oldi. Qadimgi zamonda gullangan madaniyati bilan dunyoga to'nilgan Turpan 20-asrning boshlarida kelganda taraqqiy topgan dunyodan nihoyat bak orqada qolgan. Hükümran guruhlarının zulüm sistemleri küçüyüp şehir, yezlar, namratlık, qaşşaqlıqdan qaplab xarabilishga, xalq ilm fan, ma'rif, madaniyatdan tamamen bexabar bo'lib, nadonlik, jaholat patqiga patgan ko'cha-ko'ylarda tilamchilar, sargardonlar maqillab ketgan insoniy huquq, erkinlikdan mahrum qilgan ichinishli holga tushib qolgan edi. U Sovet İttifoqidan yangi qaytib kelgachga o'z yurtining ahvolini chet elning taraqqiyoti bilan selishtirish natijasida uningda bir kuchli intilish, taqozolik hissiyoti paydo bo'ldi. Qalbida jush urib turgan qaynoq ilhom bilan g'azab nafratini besolmay qo'lga qalam ilib g'azab va zor, uzilmas umid nomli she'rlarni yozdi. Shoir g'azab va zor nomli she'rda o'zining g'azab va ochiq alamga to'lgan azobli hissiyotini mundaq iboralagan edi. Ay palak, bu dashtingdan intaho bezorman. Istadim ko'p, topmadim bu dardima hech doriman. Panki mangsoq ko'z ichib kofir jadid deb qarg'ishur, bu hamoqat dabrida otash bo'lib yanarman. Uyg'onib katta jahon, mag'ribiy, mashriq tamom, mantiqiy sut uyqusida tush ko'rib yatarman. Boshqalar ko'kda uchib, suvda uzib, katta yiroq, men misol yalang oyoq dassab tikan mang'arman. Ilm pandin yo'q xabar, bosti g'aflat, xavf xatar, holimiz quldan battar, qandoq chidab turarman. Abduxoliq Uyg'ur yezlarga qilgan 2 haftalik safarini oxirlashtirib shaharga qaytib keldi. U qaytib kelib, 2-kuni do'st birodarlari uni yo'qlab kelishga boshladi. Dastlabda Habibulla apandi Urumchidan qisqa muddatlik dam ilishga kelgan Ali Ibrohimovni boshlab kirdi. Shoir ustozini ko'rib xushal bo'lib ketdi. Ular choy ichgach paraqlashib o'tirishganida keyin-keyindan Hisobdan Super, Anaytulla apandi, Po'lanbay, Abdurahmon Qari, Latif apandi, Mo'min apandi, G'afurjon, Abdulbattar, Valiyevlar kirib kelishdi. Xizmatkor keyin-keyindan uzum, qo'g'un, nashbut, shabdul, anorlarni akirib dasturxonni to'ldirib atdi. Mehmonlar xohlagan mevadan elib yegash, erkin ozoda paraqqa tushib ketdi. Hozir yoshlarimiz axloqda buzilib, tushkunlashib ketyapti. Buningga zodi chidag'uchiligim qolmadi, dedi Latif apandi ichatgan holda. Kerem paypoqning muzxona qilgan ko'rasida kun bo'yi 20-30 bangi nash chekib, mas bo'lishib, to'pug'i melinib yotadi ekan. Ularning sepiga kuniga yangi bangalar qo'shilib ko'payib ketyapti, dedi Habibulla apandi qo'shimcha qilib. Hozir bir chilim nasha 5 misqolga 10 misqol bir sar kumush pulga barobar chiqibdi. Mushkullarda Asqar hojining qarizining tilmisiga yaqinlashsizlar, nashining bad bo'y purqiga chidag'ili bo'lmaydi. Qimmarvorlikni demamsizlar dahi, og'inlar, dedi Yassudigar
Polatbay. Hozir g'arbiy qovuqning sirtida bir guruh qimmarvoz rasmiy tavqi qurib, ochiq oshkora qimmar o'ynaydigan bo'lib ketdi. Uy ichidagi mehmonlar, jamiyatdagi tushkunliklar, ko'niliq, qalaqliq, nodonliklar to'g'risida xeyli uzuncha g'ulg'ula qilishdi. Abduxoliq Uyg'ur mehmonlarga qarab dedi: Do'stlar, ko'zimizni yo'g'on ichib dunyoga nazar tashlaylik. O'z istiqbolimiz ustida jiddiy o'ylanaylik. Biz jiddiy tutish qilmasak, paytni qo'ldan berib qo'yib, qattiq pushaymonga qolamiz. Hozir dunyoda Yevropaliklar to'mirga qanot bekitib, osmonda uchiyotidu. To'mirga jon kirgizib, suvda uziyotidu. Biz ulardan Alloh azal 200-300 yil keyin qoldik. Gap shu yerga kelganda Anaytullah yopirim debdi. Abduxoliq Uyg'ur yalt qilib uningga bir qarab qo'yib, gapini davom qildi. Boshqa millatlar taraqqiy tepib, bizdan ko'p uzab ketdi. Bizning taraqqiyotimiz sopolchilik, qo'llachilik, laydan g'adir qo'yib, evriq yasash, talchilikdan savat to'qish. Buni bizning ota-bobomlarimiz buningdan 2000-3000 yil muqaddam Daqiya Nusning zamonasida qilib kelgan ishlar edi. Biz hozir ana shu qadimiy taraqqiyot buzug'isidan atlab o'tolmay, ko'ni izda to'xtab qoldik. Do'stlar, millatning hozirgi ahvoli nihoyat og'ir, nihoyat xatarli. Xurofotlik va nodonlik, ko'nilik va qaloqlik, axloq jihatdagi buzilish va tushkunlik uchun ofat bo'lib xalqimizga halokat dashtini solmoqda. Shoir to'xtab, o'rniga o'ltirib, chinidagi choydan o'tlashga boshladi. Butun al, dedi Ali Ibrohimov. Abduxoliq aytgandek, jaholat iskanjisida qiynalib, azoblanib, holsirab, jon talashmoqda. Buning davosi yo'qmi? dedi Isomiddin Zufar ovozini ko'tarib, urg'uliq so'zlab. Nimishqa davosi bo'lmasin? dedi Abduxoliq Uyg'ur avval Isomiddin Zufarga, ondan boshqalarga qarab. Xalqimizni o'lim girdobiga opirib qo'ygan bu uch ofatni yengishning yo'li fan ma'rifni yuksaldirish. Biz yangicha fanni, maktablarni ichib, yoshlarimizni tarbiyalasak, xalq ichida oqartish ilib borsak, nashriyot, bosma zavodlarni qurib, kitob, jurnal besib tarqitib, xalqni g'aflatdan uyg'otsak, bu uch ofatni cho'qim yo'qota olamiz. Shoirning gapi shu yerga kelganda xizmatkor tamoq tayyor bo'lganligini aytdi. Abduxoliq Uyg'ur do'stlarning mehmonxonaga boshladi. Do'st birodarlar tamoqdan keyin suhbatini yana davom etdi. Men Rossiyada ko'rganlarimni Turpanning ahvoliga selishtirib, shunda qarashga keldimki, dedi Abduxoliq Uyg'ur do'stlarga qarab gapini davomlashtirib. Yangicha ma'rif bo'lmagan millat halokat girdobiga berib qolgan mahkum, qaloq, bichora millatdir. Yanginshinning buyruq bilan Maqsudiya maktabini majburiy taqib etishdek zo'ravonligining o'zi millatni halokat girdobiga ittirgan cho'ng ziyonkashlikdir. Abduxoliq Uyg'urning g'azabdan bo'chidi cho'g'ildab, mushti tugilib o'rnidan turib ketdi. U ixtiyorsiz holda she'r o'qishga boshladi. O'qitmay bolalarni o'ynatib, xo'p, yaxshi cho'ng qildik. Issit, bu bolalar oxir yerim nonni topa olg'aymi? O'qinglar, o'qitinglar, havo ham avzoyini buzdi. Agar yo'q bo'lsa hozirlik, bu millat ham yo'qolg'aymi? Bilimsiz odam, qo'zatsiz daraxt. Yuragi alnim gullab yashnashib, baxt saati uchun so'qadigan Abduxoliq Uyg'ur ota-onasi, suyimlik rafiqasi Aymxonning uzun yo'llarni besib kelguncha qattiq yerib ketganlar, yana birar 2 hafta aram olsalar, deyishiga boqmay jiddiy ishga kirishib ketdi. Tezdan maktab ichish kerak. Abduxoliq Uyg'ur yaqroq xitob qildi. U otasi Abdurahmon Maqsumning qo'lishi bilan oldingi hovlidagi mal ambar qilgan cho'ng bir eg'iz uyni ajratib, eshik darizlarni yanglatdi.
10 yürüyüş parti o'rindiq yasatdi. Buning bilan sinf tayyor bo'ldi. Abduxoliq Uyg'ur ukalaridan Abdujabbor, To'xtixon, Arabxon, Fatima, Abdusattor, Büyü Xalcam qo'shni qulumlarning bolalaridan Sirajiddin, Zubar, Abdurahmon, Shamaram qatorliq 20 bolani o'qishga jalb qildi. 10 ayning birinchi kuni bu bir sinfliq yangicha fanniy maktabda o'qish boshlandi. Abduxoliq Uyg'ur o'qituvchilikni ustiga oldi. U har kuni o'quvchilarga 1 soat ana til, 1 soat hisob, aralab tantarbiya, naqshi darslarini o'tatdi. Abduxoliq Uyg'ur daftar qalamni o'quvchilarga haqsiz tarqatib beradi. U tushdan burun sinfda dars o'tatdi. Kechqurun o'quvchilarning oilalariga berib, ularning dars takrorlab, topshiriq ishlashiga yetakchilik qiladi. Aradan 2 oy o'tdi. Abduxoliq qilg'ili ish topolmagandek, Moskvada o'qib kelgan turuqliq go'dak bolalarni o'qitaman deb nima qilg'ini bu? O'zini o'zi xorlagandek deyishdi ba'zilar. Buni anglagan Abduxoliq Uyg'ur: "Men g'aflat uyqusiga botgan xalqimni uyg'otish uchun Moskvada o'qiganman. Insoniyat jamiyatida ilm ma'rifat tarqitib, ilm nuri orqali dadonlarning ko'zini ochishdan ulug' muallim degan bu muborak nomdan e'tiborliq yana nima bor?" dedi tamkinlik bilan. U jamiyatdan kelayotgan har xil to'sqinliklarni yengib, maktabning o'qitish ishini qat'iy davomlashtirdi. Bir kuni Abduxoliq Uyg'ur sinfga darsga kirib ketyapti. Uni otasi Abdurahmon Mahsum to'xtatib olib: "Singlingiz To'xtixon hozir bo'yiga yetib qoldi. U 20 yildan buyon o'qib savodini chiqarib oldi. Qiz bolaga shu cho'ng ish, endi o'qishdan to'xtasin" dedi. Abduxoliq cho'nqur tinib dedi: "Mayli o'g'il yoki qiz bo'lsin, inson bolasi kichigidala maktabda o'qib ilm fan egilishi kerak. Daraxtning qo'ziga bo'lmasa qurib qoladi. Maktab tarbiyasi olmagan bilimsiz odam xuddi qo'ziqsiz qoqshal darakka o'xshaydi. Unda odamlar ro'naq topolmaydi. Mangu baxtsiz odam bo'lib qoladi." Bu gapni anglagan Abdurahmon Mahsum "Bo'pti, o'qisin" deb To'xtixonni o'qishdan to'simadi. Abduxoliq Uyg'ur maktab ichib yosh o'smirlarni maktabda o'qitish bilan to'xtab qolmadi. U Turpanda bir nashriyat qurib, gazet, jurnal, kitob nashr qilib, ilm ma'rifat tarqitib, xalqni uyg'otish uchun bosma zavod qurishga kirishdi. U Sovet ittifoqiga mangan sotkarlarga bosma zavodining mashina uskunalarini setib olishga yetarli pul bergan edi. 1927-yil yozda Abduxoliq Uyg'ur oldirgan bosma zavodining mashina uskunalari chegirdan o'tib cho'chak yetib keldi. Bundan xabar topgan Yapshin qattiq sarosimaga tushdi. U bosma zavodining uskunalarini darhol musodara qilish buyrug'ini tushirib, Abduxoliqning bosma zavod qurishiga yo'l qo'ymadi. Bu ish Abduxoliq Uyg'urni qattiq g'azablantirdi. U uyida chechilib o'ltirganida eshik ichilib do'stlaridan Isomiddin Zubar, Habibulla apandim, Akbarxonlar kirib kelishdi. Ahvolni uqqan do'stlari Abduxoliq Uyg'urga tasalli berishdi. Bir pasdan keyin Abduxoliq Uyg'ur do'stlarga Sovet ittifoqidagi matbaa, nashriyatchilik ishlarining taraqqiyotini so'zlab berdi. U do'stlarga umidvorlik bilan: "Matbaa, nashriyatchilik ilm ma'rifatning buyuk eshigini ochquchi oltin ochquch. Zolim yangzishin bu oltin ochquchni bizga tutqizmadi. Hab, kelgusida shundoq kunlar keladiki, bizningmi o'z matbaa nashriyotimiz bo'ladi. U chaqda o'z asarlarimizni nashr qilib, gazet jurnallarimizda besib tarqita olamiz" dedi. Abduxoliq Uyg'urning bosma zavod qurish plani amalga oshmagandan keyin yangi maktabni kengaytirishga kirishdi. U 700 sar pul chiqarib, xarajat qilib, oldingi yil o'z oilasida ochgan yangi maktab asosida Niyoz hojining qo'rg'isida bir yangi fanniy maktab ochdi. Bu maktabga oqartish maktabi deb nom berildi. 1927-yil 4-oyda oqartish maktabiga yangidan bir sinfliq 40 o'quvchi qabul qilinib, o'qish boshlandi.
Mo'min apandi, Anaytulla apandi bu maktabga o'qituvchi bo'ldi. Abduxoliq Uyg'ur ona tili darsini davomli o'zi o'tdi. Abduxoliq Uyg'ur Mo'min apandi bilan Anaytulla apandiga Sovet maktablarining yangicha o'qitish usullarini so'zlab, o'zi ulgi ko'rsatib, dars o'tib, ularni yetaklagashga bu maktabning o'qitish ishlari jonlandi. Uzun o'tmay Aqartish maktabi Turpanda ilm, ma'rifat, yangilik va demokratiya ideyalarini tarqitib, nodonlik, jaholatga qarshi o't ochadigan yangi madaniyat quchog'iga aylandi. Yangi maktabni o'zlariga xalq deb bilgan jaholat ko'chilar kuchlari, johil mulla, so'pi ishonlar, ko'niliq tarafdori bo'lgan bak to'rilar til biriktirib, fitna iba tarqitib, jamiyatda Aqartish maktabiga qarshi g'ulg'ula qo'zg'adi. 6-oyning boshlari edi. Bir kuni Abduxoliq Uyg'ur bilan Anaytulla apandi kaynidan dars o'tib bo'lib, ko'chaga chiqib ketishdi. Mo'min apandi sinfiga o'quvchilarga dars o'tib o'tadi. To'rtdak mulla boshlagan bir to'p odamlar qiya-chiya to'lishib sinfga bostirib kirdi. Ular o'quvchilarni maktabdan majburiy haydab etib, Mo'min apandini urib, qo'lini sindirib etdi. Shu kuni kechqurun Aqartish maktabida yuz bergan voqeadan xabar topgan Abduxoliq Uyg'ur darhol o'z uyida maktab boshqarish hayatlari yig'ini ochdi. Bu yig'inga Maqsud Muhidi, Isomiddin Zubar, Temir Jesa Hoji, Habibulla apandi, Mo'min apandi, Anaytulla apandilar qatnashdi. Ular birdek jamiyatdagi ta'tir quyunga bosh egmay, maktabda darsni asliga keltirish kerak deyishdi. Ular oxirida maslahatlashib, maktabda burun o'tilayotgan darslarga qo'shib, kunda 1 soatdan diniy dars o'tishni qaror qildi. Abduxoliq Uyg'ur elchisi Hamdulla Damullaning ma'qulligini elib, Qurbon qariyni Aqartish maktabining diniy dars muallimligiga taklif qildi. Shuning bilan jamiyatga ta'tir quyun to'silib, Aqartish maktabining o'qitish ishlari o'ngishli davomlashdi. Aradan 1 yil o'tdi. 1928-yil 3-oyda jamiyatda yana bir qatim Aqartish maktabiga qarshi ta'tir quyun ko'tarildi. Abduxoliq Uyg'ur darhol maktab boshqarish hayatlari yig'ini chaqirib, ta'tir quyunga taqobil turish choralari haqida maslahatlashdi. Aqartish maktabi o'quvchilari bilan diniy maktab bolalarini bir o'ringa yig'ib, ochiq imtihon elish, dedi Abduxoliq Uyg'ur. Agar Aqartish maktabining o'quvchilari imtihondan o'talmasa, maktabini taqsaq, o'tib ketsa, o'qishni davomlashtirsak, hammalar bu choraga qo'shildi. Abduxoliq Uyg'ur bilan Isomiddin Zubar Hamdulla Damullaning huzuriga berib, maktab boshqarish hay'atining bu taklifini o'tirg'a qo'ydi. Hamdulla Damulla bu chora bo'ladi ekan, shunda qilayli, dedi qo'shilib. Abduxoliq Uyg'urning o'rinlashtirishi bilan Aqartish maktabining o'quvchilari musobaqa imtihoniga puxta tayyorlik qilishga kirishdi. Aradan 1 oy o'tib, 4-oyning 15-kuni 2 maktabning o'quvchilari Yangi shaharning g'arbiy janubidagi qo'yuq daraxtlar bilan o'ralgan Eli hojining paxta zavodi qo'rg'isiga yig'ildi. O'quvchilarning ota-onalari, mullalar, imom mazlarmi yig'ilishgan edi. Abduxoliq Uyg'ur boshchiligidagi Aqartish maktabining o'quvchilari maydonning bir tarafida ratlik o'ltiradi. Yig'in ahli Hamdulla Damullam, Maqsud Muhidi, Abduxoliq Uyg'ur va Abdulatif Axunumni imtihon nazoratchiligi sayildi. Bu 4 kishi Qur'onning 4 tarafiga yasalgan sahnadan o'rin elishdi. Imtihon nazoratchilari Aqartish maktabidan Mo'min apandini, diniy maktabdan Tursun Xalfatni imtihon alg'uchi qilib ko'rsatdi. Avval har ikki maktabdan 5 dan o'quvchi tanlanib chiqib, ulardan iymon, islom to'g'risidagi savollar so'raldi. Keyin hisobdan kari yodlatildi. Orqadan doskaga chiqarib insha yozdirildi. Oxirida haftiyakdan sura o'qitildi. Natijada Aqartish maktabining o'quvchilari birinchilikka erishib, diniy maktab o'quvchilarini besib tushdi. Hamdulla Damullam ko'pchilikka qarab: "Hammamiz ko'rdikki, Aqartish maktabining o'quvchilari ikkili jihatdan yaxshi o'qigan. Ularni jadid yo'ldan chiqdi deb ayblamaslik kerak", dedi vazmin ohangda.
Bu gapni anglab maydonda o'ltirgan Aqartish maktabining o'quvchilari, ularning ota-onalari qizg'in chavoq chalishdi. Xonning turmushi 1927 yil 4-oyning boshlari edi. Bir kuni Abduxoliq Uyg'ur atiganlik nashtadan keyin yeziqchilik uyiga kirib ketib, toki kechgacha uydan taloga chiqmadi. Abduxoliq Mahsum oilasining qoidasi bo'yicha shoir ishxonasida ijodiyat yoki kitob o'qish bilan mashg'ul bo'layotganda favqulodda muhim biror ish bo'lmasa, uni hech kim chaqirmaydi va uning ishxonasiga kirmaydi. Niyozxon kashqurun o'ylig'i chiqib, ikkinchi qavatdagi xos uyiga nazar tashlab, bu balg'a nim bo'lgandi. 3 kun bo'ldi. Tala tuzga chiqaymi demaydi-ku. Nazmi yozsimiz-da, undaqmi dam olmaylik yozg'uluqmi? Bir yer og'rib qoldimi ya? Birban ana shularni o'ylab turadi. Dal shu chaqda hujrasidan Ayxon chiqdi. Niyozxon ayla kelinni ko'rib, "Hay, Ayxonim, Abduxoliqqa nima bo'ldi?" deb so'radi. "Hech nima bo'lmadi-ku. Kecha uxlamay she'r yozgan", dedi Ayxon kulimsirab. "Ha, kecha she'r yozgan bo'lsa, hozir uxlab qolgandi", dedi ana. Qaynosining bu gapini kelinni ixtiyorsiz kuldirib atdi. "Voy apa, nima deganlari u? Mejas qulqini bilmaydigandek gaplarni qilyotidi-ku. U ba'zida butun kechalarni she'r yozish, kitob o'qish bilan o'tkazib yetadigan tursa, texi yaqindala o'zim angdiligu 1 minut vaqt bir jim oltindan qimmatlik degan gapini kechasi uxlamay she'r yozadigan odamsa kunduz uxlarmi? Bo'lmasa, hozir nima qilyotadigandu? She'r yozayotadigandu? U kishi ilhom kelganda darhol fursatni chim tutib yozib atmasam bo'lmaydi deb osh tomoqqa qaramaydi. Niyozxon ayla bir ishni o'yladi-da, kelinga buyurdi. "Issiq bir chaynak choy damlab chiqsala." Ayxon oshxona uyiga kirib, bir chaynak choy damlab chiqdi. "Akasizlar, chaynakni menga bersizlar. Abduxoliqning nima qilayotganini ko'zim bilan bir ko'rib baqay. Ilhom degan qandoq keladigan nima ekan u?" Niyozxon ayla shundoq deb kelin qo'lidan chaynakni ilib, o'ylining shimoliy tarafidagi ikkinchi qavatga chiqadigan palappaga oyoq besib yuqoriga chiqdi. U o'g'lining ishxonasiga kirishigila ustalning chetida turgan bir tovoq puluga ko'zi tushdi. Pulu azroqmi yeyilmagan. Ustiga besilgan go'shtmi shu beti turadi. U tushda etilgan pulu edi. Abduxoliq butun zehni markazlashtirib, ijodiyat bilan shug'ullanayotgachqa onasining kirganini to'ymadi. Ana o'g'lining kang peshonasidagi unchadek barqarab turgan tariga qarab, oxiri taqat qilolmadi-da, deb yo'taldi. Faqat shu chaqda Abduxoliq qog'ozning beshini ko'tarib o'rnidan turdi-da. "Kelsizlar, o'ltirsizlar", dedi. Niyozxon ayla chiniga choy qo'yib o'g'liga uzatdi. Abduxoliq chinni qo'liga ilib, choydan bir o'tlab, "Rahmat, ajab tamlik choykin bu", dedi huzurlangan holda. "Sizlar bat pulu og'zlariga tetimay, sinchey tetadigan bo'lsa, ussuzliqlari qanqadak sizlar", dedi Niyozxon ayla. "Pulu?" dedi Abduxoliq Uyg'ur qo'rsqining ochqanligini sezib. "Bu puluni-chu tushda atgan. Tushda Ayxonim ochiqib bergan-ku. To'ymabdil-da. Hay Abduxoliq, ilhom degan mushundoq keladigan bir nima u? Qornining ochqinini bilolmay qoladigan." Abduxoliq Niyozxon ayliq qarab miyiqida ko'ldi-da, unchiqmadi. "Abduxoliq, mushu uyga bekinib olib, kecha-yu kunduz kitob, qog'oz qalam bilan haplashib, zerikibmi qoldirdilar. Hey, mushu kunmi ha? O'zlami boshqa boyvachchalarga o'xshash ko'ch-ko'chalarga chiqib, bozor cho'gilab o'ynab, ko'ngillarni ichib kasli bo'lmamdi." Opasining bu gapini anglagan Abduxoliq qo'lini kayniga qilib, uyning to'ridagi dariz oldiga berib, yiroqdagi oqbosh cho'qquliq tangirtoqlarga nazar tashlab, bir pas turgandan keyin kayniga burilib opasiga qarab, "Bir beyit anglab baqmamla", dedi kulimsirab. Niyozxon ayla
beshini langshitib o'g'lining og'ziga qarab o'ltirib edi. U ta'sirlik oldi o'qidi. Kunu tun hech uyqu yo'q. Vijdon azobi yanichu. Elni uyg'otmoq tilak tongda bir cho'qan bilan. Men zerikanda qalam eng yaxshi bir sozim mening. Aytingizchi, ushbu turmush tang emasmi ham bilan. Niyozxon ayla o'g'lining chiroyida namoyon bo'layotgan qat'iylik, jasurona, shijoat ifodalarini ko'rib hayron bo'lgan holda dedi. "Tu Xudoyim, bu shundoq ishmi? O'zlari kitob o'qib, nazmi bitib yurganlarini xonning turmushi bilan tang ko'rgan bo'lsalar, bo'pti. Bunisini biz bilmabdimiz. O'zlari bu uyda xonning kunini ko'rayversinlar. Lekin yeyish, ichishni qo'ldan bermaslar." Har bir varqidan go'har chiqadigan kitob. Abduxoliq Uyg'urning O'ylining shimoliy tarafiga joylashgan 2-qavatdagi yeziqchilik uyiga yondash cho'ng bir eg'iz uyi uning maxsus kitobxonasi edi. 20-yillarda Shinjongda 3 cho'ng oila kitobxonasi bo'lib, bular Turpandagi Abduxoliq Uyg'ur, Cho'chakdagi Mir Yusuf, G'uljidagi Musayiniya oila kitobxonlari edi. Abduxoliq Uyg'urning oila kitobxonasi Uyg'urcha, tatarcha, o'zbekcha, turkcha, arabcha, farscha, ruscha, xanzucha danglik kitoblarning ko'pligi bilan mashhur edi. Millatariz yaqsinishin xalqni dadallikdan qutuldirish siyosatini yurgizib, har qanday ilg'or kitob, gazet, jurnallarning Shinjongga kirishini qattiq cheklasimu, Abduxoliq Uyg'ur yoshirin yo'llar bilan pulni ayab turmay kitob setib oladi. Turpanda Abdurahmon Mahsum pul topadi, Abduxoliq kitob setib oladi degan gap tarqalgan edi. Jaholatning qora bulutlari hamma yerni qoplab ketgan zulmatlik zamonda Shinjongda gazet, jurnal, kitob nashr qilinmaydi. Abduxoliq Uyg'ur ilm, ma'rifat buzug'isiga qadam qo'ygan o'smirlik davridan boshlabla kitob o'qishga ishtiyoq bog'lab, har xil to'salg'ularni yengib, kitob yig'ishga boshlagan edi. Ma'rifat bari ota va ona aziz o'g'lining ilmga intilishdek qimmatli fazilatini qadrlab, bir uyni maxsus ajratib, kitob tizadigan ishkoblar bilan jabdib bergan edi. Yillarning o'tishi bilan bu kitobxonaga kitoblar ko'payib, Turpanning o'z zamonasidagi ilg'or ziyolilari, ilm ma'rifat tashnalari uchun ilm o'chqi bo'lib qolgan edi. Ular pat-pat bu kitobxonaga yig'ilib, o'qigan kitoblaridan olgan ta'sirotlarni so'zlashardi. 1927-yil yozda Abduxoliq Uyg'urning Okeanus nomli xanzucha bir cho'ng kitobni Shanxayga sotib borgan savdogarlarga pul berib 300 sartangaga setib olganligidan xabar topgan kishilar intayin hayron qilishgan edi. Bir qancha yaramliq otning puliga bir kitob setib oldi degan zodi qandoq gap. Tushdan keyin savdogarlardan Sidiq Osman, Yusuf Pifang, Mirab Shangyular ashu qimmat kitobni bir ko'raylik deb Abduxoliq Uyg'urning uyiga kirishdi. Dasturxon silingandan keyin Abduxoliq Uyg'ur mehmonlarga Shanxaydan keltirgan Okeanusni ko'rsatdi. Mehmonlar kitobni qo'liga ilib, "Bu sodda qattiq ziyon tortiblar" deyishdi ayblab. Abduxoliq Uyg'ur: "Agarda bu kitobning bir varqi 300 sar kumush bo'lsa-mu, qimmat ko'rmay olatdim. Bu kitobning har bir varqidan go'har chiqadi" deb javob berdi. 1927-yil 8-oyda Shinjong o'lkalik tashqi ishlar mahkamasining boshlig'i Pan Yaonian Shinjong bo'yicha Qora shaharda Sanminjuyi o'rganish kursi ochdi. Bu kursga Turpandan Abduxoliq Uyg'ur taklif bilan qatnashdi. U shu jarayonda Sunjunshanning Sanminjuyi nomli kitobini xanzuchadan Uyg'urchaga tarjima qildi. U kursga qatnash jarayonida Mo'ng'ul ziyoli Saha bilan tanishib, asada chiqishib ketdi. Saha Uyg'ur tilini biladi. Abduxoliq Uyg'ur damlash vaqtlarini boshqa o'tkazib o'tmay, Sahani ustoz tutib, uningdan Mo'ng'ul tilini o'rganishga kirishdi.
Sənminjoyini ögüniş kursi 6 ay davamlaşıp 1928 yıl 2. ayda ahırlaştı. Ögünüşke mahir Abduxaliq Uyghur kurs ahırlaşqıca Mongol tilini tirishib ögünüp asasin egallab oldi. Qimmatlik suyuncha 1928 yıl 3. ayının başida Ayımxanның 3. farzandiga ko'zi yurdi. 3. nevrisining ham o'g'il bo'lganligi Abdurahmon oilasidagi cho'ng kichik ham odamni xushal qilib atdi. 3 kungacha muboraklab kelguchilarning oyoq uzilmadi. Bu chaqda Abduxaliq Uyghur o'zining xos ishxonasida kitob va qog'oz do'ziga cho'kib ketgandek hech nimadan xabarsiz qo'liga qalam ilib ijodiyat bilan shug'ullanib o'tirardi. Shoirga rafiqasining ko'z yo'rg'anligini xabar qilganda tafakkur dengizida g'arq bo'lgan shoir balaga Abdurashid deb ism qo'yishni tapalabla yana o'z mashg'ulotiga kirishib ketdi. Shuning bilan u tug'utliq rafiqasini muboraklashdimi esdan chiqarib qo'ydi. Oradan 2 kun o'tdi. Shoir xos ishxonasidan chiqmadi. Buningdan ranjigan Niyozxon xos ishxonasiga o'zi kirib Baqiqamning dardi nomli hikoya yozish bilan band bo'lib ketgan o'g'ilni aybladi. U ochiqlangan holda Abduxaliq aslarini yo'qotib qo'ydilimi? Mazlumlari bir chiroyli poqlandek o'g'il tug'ib bersiz-a, 3 kungacha muboraklab qo'ymadilg'u. Bu qandoq gap? U balaga mushunaq o'gal qilsa bo'lamdi deb qaytla ketdi. Abduxaliq Uyghur xuddi uyqudan cho'chib uyg'ongan odamdek qalamni ustalga qo'yib, o'zini aybli his qildi. U bir pas o'ylanib, bir varaq qog'ozga bir she'r yozdi. U opasining keyindan tug'utliq uyga kirdi. U Ayimxondan hol so'rab, vaqtida kirolmaganligi uchun afv qilishni o'tindi. Ayimxon ön chiqmadi. Abduxaliq Uyghur: "Men sizga aldirashchilikda yaxshi sovg'at akirolmadim. Oddiy bo'lsa-mu, buni qabul qiling" deb yeni yozgan she'rni Ayimxonga berdi. Ayimxon she'rni qo'liga ilib, uni ko'z yugurtdi. Qog'ozga nihoyat chiroyli pochurkada bir kuplet muboraknoma yozilgan edi. O'qimishliq oilada o'sgan bu go'zal, vafodor, aqlli ayol kitob o'qishga to'liq zo'rmat edi. U o'z suyimdagi Abduxaliqni qanchalik qizg'in suysa, u yozgan she'rlarni shunchalik suyib o'qiydi. Tug'utliq yotgan Ayimxon muboraknomani o'qib, qalbi yayrab, buloqdek ko'zlarida shodlik nurlari chaqnab ketdi-da. "O'zlariga rahmat, menga har qancha qimmat baholiq suyunchidimmi, mushu bir kuplet she'rlari afzal edi" dedi hayajon bilan. Kelinning bu gapini anglagan Niyozxon ayla hayron qilib: "Qizim, muboraknomani bizmi anglab baqalayamisa?" dedi. Ayimxon muboraknomani yiqimliq ohangda toza kelishtirib o'qidi. "Bar edi bir go'zal chimanda, o'zi ham g'uncha edi. G'unchadan qudrat ilohim g'uncha paydo ayladi." Muboraknomani oltin kumushdan advar bilgan Ayimxon suyungan holda muboraknoma yozilgan qog'ozni avaylab qatlab yostiqning yendagi aynakning ostiga bostirib qo'ydi. 1929 yil yozda Abduxaliq Uyghurning 4 yoshli o'tiranchi o'g'li Abdusjon bilan 1 yoshga kirgan kenji o'g'li Abdurashidjon kasal bo'lib, keyni-keyindan o'lib ketdi. Aradan 3 oy o'tib, amdala 24 yoshga kirgan vafodor Ayimxon kasal bo'lib, shifolik topolmay boqiy olamga safar qildi. Abduxaliq Uyghur cheksiz ig'ir musibat azob ichida qoldi. U umrlik yarini oilaviy turmushning to'riga deb biladi. U Gulshindan ayrilgan hasratlik bulbulning alablik pig'onni asratguchi mashhur she'ri Marsiyani yozdi. "Tashladim jisman gulum, ruhan hamona birga bo'l. Ham yiroqdir, ham ig'ir turmushda qolgan ushbu yo'l." Abduxaliq Uyghur marhum Ayimxonga bo'lgan cho'nqur muhabbat va hurmatini pok qalbida saqlab 1 yilgacha qarliq tutdi. Ali ichida yuqori obro'yga ega, qattiq qon tikilishgan, bilimi mo'l Abduxaliqqa Turpanning danglar sodigar boylaridan bir qanchasi bo'yiga yetgan xon qizlarini berimiz deyishdi.
do'stlari shoirga to'y ishi to'g'riliq so'z echib edi, u rad qildi. Aradan 2 oy o'tib, Aramsima xonim to'y ishi to'g'riliq Abduxoliqqa nasihat qilib, ko'z yeshim qildi. Biroq Abduxoliq Uyg'ur Mötber katalarning himmatlariga ko'p rahmat. Har qaysilarining yaxshi ko'ngillariga ko'p rahmat. Ana, men yurak so'zimni hech qachon o'zlardan yo'shirib boqmagan. Janona, hozir jahonda nima ishlar bo'lyotidi? deb cho'nqur nafas ilib, o'rnidan turib ketdi. Arni jimjitlik qopladi. Bir paslik sukutni Abduxoliq Uyg'ur buzdi. U joyiga o'ltirib, onasiga qarab, rasmin ohangda o'z qalbini izhor qilishga boshladi. Hozir to'yga havas qiladigan chaqmi. Xalqimiz ig'ir zulm kulpat chekyapsa. Men alning o'g'li turib, alni o'ylamay tura olmayman. O'zni men alning o'g'li deb hisoblaydigan bir o'z mashqini, o'z xo'shalligini, o'z baxtini o'ylasa bo'lamdi. Bu bak tetiqsizlik, chaqinlik, bemanlik bo'lmamdi. Men o'zimni emas, oldi bilan azob ichida turgan xalqimni o'ylashim kerak. Ana, o'zlari bu Abduxoliq so'zimni anglamadi deb xafa bo'lmaslar. Meni to'y qilishga soya qilguvchilarga Abduxoliq men hozirmi marhum Ayimxonning ta'ziyasidaman deb yuribdi. Hozircha o'ylanmagidek deb qo'yslar. Mening xalqim qachon zulm kulfatdan qutulib, erkinlik, ozodlikka erishsa, shu chaqda mening to'yim bo'ladi. Abduxoliqning kuchli hayajon bilan aytgan bu so'zlaridan qattiq ta'sirlangan Aramsima xonim o'zini tutib olmay, "Jinim bolam, ilohim murod maqsadlariga yetgayla" deb yig'lab ketdi. Davomiga davomli diqqat bergaysizlar. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Rahmat.